الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala o'zining hikmati bilan yer ustida bo'lgan ko'p narsalarni torli etib bor etdi, xalq qildi. Ham Allohning eng go'zal zotlari odam bolalari da torli etib yaratilgan. Ham Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda Rum surasining 21-oyatida bunday aytdi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah'ın kudretine ko'rsatishi dalillardan, mu'jizalardan sizning uchun o'zingizdan xotinlar ortiqqa keltirib xalq qildi. Hem bilgileri bulunca Hava anamız Adam Aleyhisselam'ın Adam atamızın kabarasından halk kılındı, var edildi. O kadınlar bilen ilkatlarını birge yaşadığınız için, siz Allah'tan tanışlık tapsın için, hamul Allah'ın Teala bilen kadın arasında dostluk hem merhametli bulunuşturdu. Elbette Allah'ın bu işlerinde fikirli duran kişilerge g'ibrat buldudur, ders buldudur deb Allah tileydi. Şulaydır bu dünyada adam balası tafsız yaşay olmayı. Ama ko'ngil tinchlig'i topir ishida suyunish kunishlari bilan o'rtoqlashishlar da yakın kishisi keladi. Ham bu Alloh taolaning o'rnashtirgan turmush qoidasi. Shunga oila quruv bu dunyoda baxt saodatli bo'lishning negizi. Agar oila niqli bo'lsa, umiddan niqli bo'ladi. Hamda kerakcha oila tarqalsa, ummat da tarqaladi. Ham shuni aytasimki, уважаемые братья, да, те, кто в телефонах сидят, должны знать, что во время джума нужно слушать имама, даже если вы не понимаете. Поэтому телефон убираем, не отвлекаемся. Ham shuni aytgan kerak, so'nggi yillarda shu Alloh taolo o'rnashtirgan baxt negizi buzuvchilar, ona qarshi turuvchilar ko'paydi. Alloh aytadi, xotin qiz irsiz yashayotlar, ham kerakcha bir kishi xotin qizsiz da tura oladi. Oila turmushi bu mashaqqat qilib bo'ladi. Bu mashaqqatga niçin kirilgan? Jinsiy hojatini o'tganida, как говорится, дальше без проблем yashaysiz. Shunga ko'ra da so'nggi yillarda ayrılığı, oila orqali bitib qaraldi. Misol aytib, masalan, Tataristonda qana keltirsak, statistikasi 22-yilda 13,000 nikahda 8,500 ayrılığı. Ular qarabız, yarg'isidan ko'proq oladi. Shunday aytdim. Ham bu albatta narsa yaxshi ko'rsatkichdir. Muhtaram jamoat, bilasiz, oilani tarqatuvchi, buzuvchi kishi shaytonning askaridan. U shaytonning yordamchisi. Bu bo'lsa buni sezmasa-da shaytonning amri o'tiladi. Hamda hadis keltirib bular Jabir Alloh taolo rozi bo'lsin, shunday hadisni keltirib Allohning Rasul alayhisalom aytdi. Kun sayin iblis kishilarga shayton askarlarini jibaradi. Kishilar orasida fitna shashirishi. Ham iblis uchun eng yaxshisi, eng yaratgani kim bo'ladi? Mumkin qadar ko'proq fitna taratuvchi. Ko'p maslahat keltirsa, shu qadar shaytonlar orasida uning qabuli ham statusi darajasi zo'roq bo'ladi. So'ngan yillar shayton yoniga kelib, achib beradi. Birisi aytadi, men shuni ishladim, tegini ishladim. Bu kishini gunoh qildirgan ham boshqalar. Lekin shayton buni eshitgach, deb so'qolmas, nasalik aytib, siz bir narsada ishlamadingiz. Lekin shayton yoniga iblislik keladi, tamom bir iblis yoniga bir shayton keladi, ham aytishga bo'laydi. Men kishini xotinimdan ayirgancha qoldirmadim deydi. Ham shayton bu so'zlarni eshitgach, shusha iblis bu so'zlarni eshitgach, shusha shayton yoniga yaqinlayadi, aysin deydi. Buldirgansin deydi, hamani maqtaydi.
Ayın kardeşlerim, uylandım yoki kuyovga chiqdim da baxtli bo'ldim degan so'z tugul edi. Agar g'oila jilosin saqlovga betaraf qarasang, g'oilani salqin bo'ronli qishlarda kuydirgan mumkin. Shunga ko'ra g'oila musharrafliqli, jili ham mayli bo'lsin uchun er bilan xotindan bek ko'p turishlik ham sabrlik kerak. Buning uchun erda xotinda o'zlarining vazifalarini tegishli ravishda, tegishli darajada o'tab yashashga tegishli. G'oilamiz maqbul, taqoz bo'lgan televizorga turli sabablar qilingan kerak. Avval sabablarning eng xayrlisi da Robbimiz Alloh subhanahu va taolo qo'shgancha ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'rgatgancha yashashga tirishuv. Chunki u Alloh taolo bor kishilarni bor etuvchi, bu dunyoda borlikka keltirishi ham shu kishilarga narsa foydali, narsa ziyanli ekanini eng qomin ravishda bilish uchun albatta Alloh subhanahu va taolo. Biz kishilar tugul, turganda semeylik psixologlar tugul, balki Alloh subhanahu va taolo bizning uchun narsa yaxshiroq biladi. Ham endi bunday aytilgan kerak, so'nggi vaqtda shunday moda taraldi. Hazrat aytgancha boyib bitdik, oqsholarimizni foyda qo'yib bilmaymiz. Ham xotinlarimiz endi oqsholarni foyda qo'yib bilmayshi, turli psixologlarga borib, shularga boradi. Ham endi hatto so'nggi vaqtda musulmonlar orasida shu turli semeylik psixologlar ko'payib taraldi. Lekin Allah'ın işlerine qarasam, iş neticesine qarasam, narsa ko'ramiz. Allah kesinlikle ailelerini tarqatadi. Hali tarqatib ona tugul, tarqatgan ishlarga aqsha da to'laydi. Shoyib nechiki o'g'illar bular. Sen o'zing semeylik psixolog, lekin shu vaqtda ailelerini tarqatasan. Shunga ko'ra kardeşler, ailani saqlarga tegib ekan dinga, Robbimizning kitobini, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatini qaytargan kerak. Dinan yirag'ayu sababli g'oyilalar tarqalab yuqashiga. Ham endi biz aytgancha bizning uchun narsa yaxshiroq, Alloh taolo yaxshiroq bilishi. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida bunday aytdi. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Alloh taolo balki siz yaratmagan aybir, ko'rga tilamagan aybir sizning ishingizda narsa hamda xayrli aybir bordir. Ham kirisincha siz yaratgan aybirda, siz ishlayib turgan, yaratib ishlayib turgan aybirda bo'lishi mumkin shulay, anda sizning ishingizda nasharlikdir. Shunga ko'ra Alloh taolo Allohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Alloh taolo biladi, siz bilmaysiz. Odatda biz o'zimizga qarata yaxshi munosabat qiluvlarini yaratamiz. Yerimiz yoki xotinimizning ma'qul so'zlar bilan undashib, yilmoyib turib tilaymiz. O'zi biz ishlabdir, Alloh ishlamaymiz, yaqinimizdan buni umid etamiz. Ham Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bir mashhur hadisida Allohning Rasul alayhisalom bunday aytdi: "O'ziga qarata niki muomalada bo'lganlarni tilasang, kishilarga da qarata shunday muomalada bo'l, shunday muomala qil." Allohning Rasul sallallohu alayhi va sallam. Albatta yashab boshlagach kishining bir ko'p kimchiliklari ko'rinadi. Qo'yvaqt bu bizning bitni ashuni shig'aradi. O'zi biz qabil bo'lmasak-da, xotinimizdan esa boshqa kishilar buni talab etamiz. Shuni bilirga kerak. Birinchidan biz borimizdan turli. Har birimizning o'z xulqi, o'z qarashi bor. Ikkinchidan biz borimizda qamillikdan yiroq bo'lgan zotlar. Shunga ko'ra turmushda yig'rak yosh oilalarda bir-birini anglamay bir yosh bo'lib qaralar. Masalan, o'ylaydi, menga o'xshagan aybir albatta xotinimizga, xotinimga o'xshagan kish, ham xotin o'ylaydi, menga o'xshagan aybir albatta erga o'xshagan kish deb fikr yuritadi. Yo'q, alayhi ham bu tabiiy ko'rinish. Shunga da bir-birini tinglab, anglab bo'lgan kish. Dinimiz kishining yaxshi yoqlarini ko'rib, teskari yoqlarini o'z yo'liga o'rgatadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir hadisida aytdi, Imom Muslimda rivoyat etiladi. Agar imonli xotinning bir yog'ini o'xshatmasa, bir narsa o'xshamasa, ikkinchi umma yog'ini ko'rib rizo bo'lurdi. Allohning Rasul sallallohu alayhi va sallam. Shulay Robbimiz Alloh taolo aytadi: "Va ashiruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا."
Nikahınızda bulgan xatınlar bilen yaxşı muamelede bulunuz. Gerçi Allah'ın sizge oşamagan yakları bulsa da, siz yaratmagan nersede Allah'ın çok hayırlığı buluğu mümkündür. Hem misal edip tarih din bizde işip etip öğrete hatun kızga muamele kılırlar, hatun kızının irine karada yine bulan haklar turda getiririz. Hem mesela ilk kişinin hatununa karata bulgan hukukları, ilk kişi hatununa karata kurken yaxşı muamelede bulurlar kiş, yaxşı münasebette bulurlar kiş. Hamının hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Khiyarukum nisa'ihim. Yani Allah'ın Cüse aleyhisselam etti. Sizin en yaxşılarınız ilk kişilerle müracaat etti. Sizin en yaxşılarınız hatunlarına karata yaxşı bulganlarınız. Şulay etip özümüzge kaide alayım. Köpme sen hatuna karata, ballarına karata yaxşı münasebet kılsan, yaxşılık işlesen, şu haddi Allah subhanahu teala karşında senin derecen öterilir. Şulay bir kişi hatuna umaylı yaşav şartları buldurga kiyiş. Hanını cidderli kazık bilen, kim salım bilen temin edirge kiyiş. Bunun turunda Allah'ın Cesi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bulaydı beyte. Hakkul mar'ati ala zavci en yut'imaha ila ta'im ve en yasuha ila ktesa. Erinin di hatını alındardı hakları di Allah'tan. Hatının bizi aşağılarından aşatı hem bizi giyingenden giyindiru di. Şulay Allah'ın Cesi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste bulaydı beyte. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. Yani Allah'ın Cesi aleyhisselam etti. Eğer bir ilk kişi özünün ailesine malın sarf etse, bu vakitte Allah-u Teala'nın emrini tutayım, Allah-u Teala'dan ecir ümit etem deyip niyetlese, ana deyip, şunu sarf etken malları deyip, sadaka bulup yazılır. Elhamdülillah, bu Allah-u Teala'nın rahmeti. Sen aileni temin edersin, plus götürür, sen ailesine babın sadaka yazılır. Hamda aytib gidesin bilen ko'p kina aileler şu akşam mesela boyunca yurtta çıkalar, şu tarqalar aileler hatun kızın tili yeri ko'proq akşa ishlasin, hamda yeri belki buldura olmay. Ham shu burada Allohning Cesi sallallohu alayhi ve sellem shunday bir matur so'zlar aytdi. Warda bima qasamallohu lak takun aghnal nas. Allah Teala sana bergan malga rizo bo'l, shu vaqtda eng boy kishilardan bo'lursan. Agar bir kishi xotinning bolalarini ta'min etilgan kiyish, ya'ni buldura olgan kishi. Shunga ko'ra yigitlar, yosh yigitlar xotinni saylaganda, ya'ni ta'min etarli xotinlarni saylaymiz. Albatta, boy xotinlarni qatnashib kelmaymiz. Ham shuni bildirgan kerak. Ham xotin tashmoqlarga kiyish. Agar yerin ishli sabab qila, ailani qari, alhamdulillah Allohga Rabbimga shukr, sening yerimizga ishib narsa ishlab bermaydi. Alhamdulillah shodlanishga kerak. Lekin bu xotinlar endi ishsiz yotib, telefonlarda o'tirib, ko'ralar nishib boshqa ailalar boyitib yashaylar, nishlab aning yeri buldira olar, meniki buldira olmaydi deydilar so'ngra. Bu bizdan turmaydi. Aqsha bu hem akşamını malını kasıp itu bizden tutmayı biz sebepkine kılarız. Rızıklarını bölüp birleşirken Allah subhanahu teala. Kimgedir Allah Teala bire, mümkünçülük bire, o bay yaşayır. Elhamdülillah Allah'a karşıdır. Kimgedir Allah Teala birmeyi. Niçin? Çünkü Allah Teala böyle el adamga akşa girsen derse bu adam balası yuvalır, şükür etmez, hem adaşık derse günah kılamaz. Şu an burada antik kişiler, antik hatunlar özellikle oynarlar ki belki senin yerin mayıp gitse, onu senin bütün hatun edip kururlar da bilemezken mümkün. Şu an Hamide hatunlarının yeri aldıklarını haklar konunda aytıp getiririz. Müslüman hatun kız yerinin hakların öz haklarından hem başkalarının haklarından üstün kururlar kiyiş. Çünkü Rabbimiz Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de bulayı bekler. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah Teala mahluklarının kaybırları üstünden artık kılığı, üstünrek kılığı hem diller, malların sarf etkileri sebeple
erler xatınlar üstünden qarab tərbiyəlab duruşular deyil. Həmin ikinci bir hadisdə bildirilən Sahih Buxarıda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etdi. A'zamun nasi haqqan alal mar'ati zawjuha ve a'zamun nasi haqqan alal raculi ummuhu. Yani Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etdi. Xatınlar üstündə haqlarının en zorusu er haqqı. Hem erler üstündə en zor haq ol ana haqqı. Hem bu bizning o'ylab chiqargan ayberlar tubi. Mana Allah subhanahu wa ta'ala o'zi Qur'oni Karimda aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, er haqqi ol eng ustun haq. Shunga ko'ra da masalan, xotin qizga ko'rim, nifas, alur vaqtdan tish erning jinsiy ehtiyojini qadrlantirishga har vaqt azir bo'lirga tegish. Masalan, agar endi eri o'shagina chaqirgan ekan, xotin endi javob berishga tegish. Hamının turunda İmam Buxariyda hadis keladi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Agar Irak xotinin o'shagina chaqirib dashganda xotin boshini tortsa, ham eri ama ashuli holda yotib yiqlasa, yiqlab ketsa, farishtalar haligi xotinni tong otqancha eklidi, la'nat qiladilar. Shunga ko'ra masalan xotin qizlar nafil bo'lgan ro'zalarni erining ruxsati bilan o'qiga ruxsat etilgan. Niçin? Çünkü kişi urazada bulganda jinsiy munosabat tıyılar. Şuna göre de hatta xotin qiz erdan şu nafil urazalarda ruxsat so'ragan tegish. Hamida ko'rib turamiz. So'nggi vaqtlarda bizni ishib o'rgatadilar. Televizordan, boshqa nilardan ayib narsa er kishi xotin orqadan sho'b bergan tegish. Turli nilar anekdotlar narsalar bizga ko'rsatadilar. Ham bolalar shunga qarab, shundan tarbiyalanadilar. Ham albatta narsa durust bo'ladi. Şolay bu haklardan xotin qiz erining ruxsatidan boshqa yerdan chiqa olmaydi. Biz xotin qiz uydan chiqishga tilasa ekan, bu eridan ruxsat so'rashga tegish. Buning turida Peygamber alayhissalom shunday aytdi, Imom Ahmadda keltirilgan. Qaysi xotin erining ruxsatidan boshqa uyidan chiqib ketsa, qaytib kirganchiga tekli yoki eri rizo bo'lganchiga qadar Alloh taolaning ashurunda bo'lar deydi. Agar endi xotin qiz erini hurmat etsa, eridan bo'ysunsa, eridan itoat etsa, u xotin qizga qiyomat kunida tilagan eshikdan jannatga kiruv ruxsat etiladi. Ham Peygamber sallallohu alayhi ve sellem aytdi, agar bir xotin, musulmon xotin 5 vaqt namoz o'qisa, shu tegishli bo'lgan bir oy ro'zasini tutsa, ham o'zining iffatligini saqlab, erina bo'ysunsa deydi. Oshmaqqa o'zi tilagan eshikdan kirir deydi. Shunday alhamdulillah Alloh taolaning bu rahmati, agar endi xotin qiz erina bo'ysunsa, Alloh taolaning amrlarini o'tasa, bu vaqtda o'zi tilagan eshikdan jannatga kirir. Shunday qardoshlar, buldira olgancha biz oilalarni saqlashga tegishmiz. Ham turli sabablar qilishga tegishmiz. Ham bu er bilan xotinlarga qog'ilmay, shunday ota-onalar, abi-ubaylar da buning uchun javobli. Bizden hazır taralgan yoshlar agar ayolsa, ya'ni ularning turmushlari o'zlari qarorlardi. O'zlari ko'riklar deb aytamiz. Yo'q, Alloh tugul. Alloh aytadi, agar siz qo'rqsangiz aylani tarqaladi. U vaqtda belgilagiz bir kishini qizning ailasidan bir kishini erning ailasidan Alloh tirishsinlar deb Allohning oralarini birlashtirgan. Alloh taolaning. Shunga ko'ra ko'ramiz ekan, oilada tarqalarga o'xshag'alar, amatirga tegishmiz, endi ularga o'rnak ko'rsatirga tegishmiz, yaxshi so'z bilan. Ham shulay biz o'zimizda biz aytgancha ailada problemalar bo'lgach, qayta tegishmiz, Peygamber sallallohu alayhi ve sellem'in sunnatini, ham sahobalarning ishlarini, sunnatlarini. Ham Alloh aytadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ham sizga Peygamber sallallohu alayhi ve sellem'da Rasulullohda eng yaxshi o'rnak. Shunga ko'ra da bizning uchun o'rnak kim? Peygamber sallallohu alayhi ve sellem, boshqa kishilar tugul. Biroq problema kelib chiqaydi, qaytamiz Rasululloh alayhi ve sellem'ning sunnatini o'rganamiz, qaraymiz. Allohning elchisi alayhi sallam buni to'g'ri narsa aytgan ekan deb qaraymiz. Psixolog qashaqlaydi, shu aytdi. Ham masalan misol keltirib, Aysha onamiz aytadi, Peygamber sallallohu alayhi ve sellem uyda g'adi kishi turib bo'lgan. Sizning kimdir g'adi kishi kiyimini yuvaydi dedi, sütunda savaydı deb Aysha onamiz aytdi. Shunga ko'ra bizda
қатындарымызға қарата нәрсе шундай muomalada bo'lishga tiyishmiz. Lekin bizning kelib chiqqan ish қатындарыбыз айлабыз арасында biz арысланlar, lekin тышқа шықсақ biz ildizida. Hamida Umar radhiyallohu anhu da aytdi, er kishi ailesinde sabi bala kibir bo'lsin deydi, ya'ni yumshoq bo'lsin deydi. Lekin kishilar oldinga chiqsa er kishilar bo'lsin. Ha mesela şuraya İbn Abbas'tan rivayet edilen, İbn Abbas aytdi, men xotinim kishi bizanirga yaratan. Yani bunu bir uğraşarsın для своей жены. Niçin xotinim benim için matурlana, men onu yaratan deydi. Şulay ulaş xotinim ishida menga narsa şulay bizanan deydi. Ham shuni aytgan kerak, agar unda kelib chiqmadi, sabablarini qildik, tirishdik, sabrlik qildik, nasihat qildik, kimani kishilardan kengashlar so'radik, lekin baribir birga yashab bo'lmaykan, u vaqtda Alloh subhanahu va taolo bizga shu yo'l berdi. Ham endi u belgilar bo'lgan shafqat masalasi, ham yoshlarga shuni aytasim kerak, yoshlarga emas, boshqa kishilarga qarag'iz. Taloq masalasini taloqni kim bera oladi? Er kishi. Alloh taolo taloqni bergan er kishining qo'lina ne uchun? Chunki xotin o'z u ko'proq hissi bilan bo'lmay, aql bilan tug'ish. Shunga ko'ra er kishiga berildi. Ham er kishilarda agar endi ayriliqqa kelgan bir martaba taloq so'zini ayta, один раз говорит, развел, ham bu jidda. Bu ham bir narsada aytib kerak. Ne uchun? Chunki ko'pgina yoshlar buni biladi. Voy, biz ayrıldık deyip, talaqni 3 tapqir aytdim deyip. Ham shuni bilamiz, agar kishi talaqni 3 tapqir aytsa, so'ngidan xotinni qaytarib bo'lmaydi. Agar qo'shilib bo'lgan mumkin talaq berasizda, so'ngan bir ikki haftadan оказывается xotinning eng yaxshi xotin bo'lgan ekan, keri qaytarib berasiz. Agar kishi talaqni aytsa, bunday mumkinchilik yo'qqa chiqadi. Yo'q, shu yo'li bor. Xotin boshqa er kishi kelib chiqib, uni bilan yiqlab, yo'g'adan ayirsa, shunday ketib bilan qaytarib bo'ladi. Birovga da shunday bir ishonmas. Shunga ko'ra da agar taloq bergan tilinglar ekan, bir martaba taloq aytganlar, ham shu jidda. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.